Tadbirkorlik bilan shug'ullanishni xohlagan yoki o'sha yaxshi joydan, yaxshi lokatsiyadan uy olishni xohlaganlarga yo'lni bo'yidan, shaharga ham qulay, boshqa joyga ham qulay bo'lgan joydan uy xohlaganlarga mana shu xabarni jo'natib qo'yinglar. Qorasuv markazi Nurafshondan kelib, bu tomon Qo'yliqdan kelish, Food Citydan kelish. Kelganingizda Karmashkani boshlanishdan kirib kelganingizda yo'lni birinchi qatorida 22 sotixli xonadon sotiladi. 22 sotix kadastri bor. Xo'p. Mana uy. 6 xonali mana bitta uy bor. Bu tomonda letniy oshxona, yozgi oshxona и tomorqa огород. Xo'p, uy 22 sotix tekis tushgan. Mana bu o'rtadagi zabor qo'shni bilan chegara. ...22 sotix tekis to'g'ri. Shu qo'shnini shlaka blogigacha davom etadi. Mana bu yer. Mana bu qo'shnini chegarasi, simli chegara. Bu tomon bu qo'shnini chegarasi. Xo'p. Bu qo'shni devori. Mana Toshkent Nurafshon yo'liga chiqish. Xonadon uzun tekis 22 sotixda joylashgan. To'g'ri chiqib yo'lga chiqiladi. Xo'p, bu xonadon 22 sotix. Rima Hamidullinani nomida kadastri bor. Har bir sotixiga hozircha 15.000 AQSh dollaridan pul so'ralgan. Yana o'tib beriladigan, kelishadigan joyini shu Rima Hamidullina bilan gaplashib, ularga murojaat qilib kelishib olish mumkin. Hozir ular nomerini shu xabar tagida qoldiraman. Bemalol kelib, tadbirkorlik qilish niyatida bo'lganlar ham bu joyni sotib olib turib, yo'lni bo'yi Toshkent Nurafshon yo'li, Toshkent Bekobod yo'li, umuman Qorasuvni kirishida mebelchilar shaharchasining boshlanishidagi joylashgan xonadon. Agar kimdir olib tadbirkorlik qilaman desa, juda ham zo'r lokatsiya. Qorasuvga shunday kirishda xohlasa Food Cityga taxminan 13-14 kilometrda Food Cityga 13 emas, 10 kilometrlar nari berisida Food Cityga yetib oladi, shaharga kirib oladi. Nurafshon 3 kilometrdan keyin Nurafshon shahri. Yo'lni yuzi, Karmashka ham bor. Kirganingizda o'zida mana bunaqa joyi bor. Oldi Karmashkadan kirib xonadonga kirish mumkin. Nomerlarni qoldiramiz.